Bitta shunaqa holat bo'lib qoldi. Men hojniga aytdim, bunday o'ylanib qoldim-da. Sirasi nima dedi? Ukam, hamma narsa maqta bo'lmasdan parda ortini ham ko'rsating, deydi. Kimdi o'ylanib turib, haqiqatan dedim, sizlarga ham mana misol uchun bizda ham o'tadigan, bizdan emas, zavoddan yoki qanaqadir mahsulotdan bo'ladigan xatoliklarni ham sizlarga ko'rsatishni xohladim, o'rtoqlar. Qaranglar, bitta mijozimizga mana Aristonga mashi tenini qilib berganmiz. Muammo nimada? Mana mashi joyidan qatadanligini bilmayman, mana mashi joyidan videosigacha ko'rdik, suv oqyapti ekan. Mashi joyidan tokka o'tib, tokkdan suv o'tayotgan ekan. Akada bergan narsangiz ukamni to'kurdi, ukamga to'kurib qoldi, keyin bilib qoldi. Deyodi, bo'ldi aka, sirasi chiqarib olib keling, dedim, joyida hal qilib beraman dedim. Xudo xolasa berib yubordik. Muammo bo'lmadi. O'ylanib qoldim. Unda tenni ko'rdimda, hamma tomonni ko'rdim, yaxshi ekan. Keyin bitta narsaga ahamiyat berdim. Qaranglar o'rtoqlar. Mashincha narsa ishlagan. Mana ko'ryapsizlarmi? Ten yemirilgan. Anod, ya'ni anod yemirilgan. Mana shu joylari ko'ryapsizlarmi? Dumaloq tekis bo'ladi, yemirilgan. Kecha bitta mijozimiz kelib qoldi, tenini almashtirgani. O'zini Aristonning tenini olib kelgan ekan. Biz ko'rdikda, hech qanaqasiga yemirilmagan. Ishonasizlarmi? Anodi umuman yemirilmagan. Aksincha, bunga yopishib qolgan, teniga yopishib qolgan. O'zi aslida tuzni bu anod o'ziga tortib olish kerak, yemirilib pastga tushish kerak. Unaqa holat kuzatilmagan. Anod yangidek turibdi. Teni bo'lsa kattalashib ketgan o'rtoqlar. Keyin men bildimki, anodim demak sifatli ekan. Bizda lekin unaqa holat kuzatilmabdi. Mana anod yemirilyapti. Demak, ishlashi yaxshi deb o'zimga xulosa chiqardim. Birinchidan, ikkinchidan, mana o'rtoqlar, bizda ham xullas shunaqa holat bo'lib turadi. Videoni agar mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta like bossangiz, like bosmasangiz bo'lmaydi. Jigar